ko'rding? Pochchammi? Ayol kishi bilan ko'rdim, opa. Nima? Nima deding? Tushunmadim. Qayta? Kimni ko'rding? Yonimda og'aynilarim bor edi. Shuning uchun yoniga bora olmadim. Kim bilan ko'rding? Aniq ko'rdingmi? Gapirsang-chi, Doston. Adashtirmayapsanmi, bodo? Voy, opa, nima pochchamni tanimaymanmi? O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Kim bilan? Yana kim bilan deng? Ana o'z sindoshingiz Anora bor edi-ku, dugonangiz. O'sha bilan birga ko'rdim. Anora? Nima? Doston? Men hozir boraman. Xo'p, hozir. Oyijon, nima bo'pti? Hozir kelaman. Nima bo'ldi? Hay qizim. Hay. Opajon. Opa, Alo. men ular kirib ketgan joyni ko'rdim. Uka, men kelib qoldim. Hozir sizga lokatsiya tashlayman. Kelavering, birga kiramiz. Tezroq tashla. Bo'la qoling. Yaramaslar. Shuncha yildan beri ahmog'imni chiqarib kelding-a. Shu turxossiyalarga ko'rsatib qo'yaman. Mana opa, ashadachi. Birga kiramiz. O'zim kiraman. Sen mashinada bo'l. Yo'q, opa. Hozir jahl ustida biror kor hol bo'lmasin, birga kiramiz. Yo'q, sen o'tir, o'zim kiraman. Oddiy opa, yuring. Behruz-ku. Rahmat. Anchadan beri toza havoga chiqqim kelib yurgan edi. Ana. Behruz aka. Anora. Sevadi. Bu nima qiliq? Sevadi. Ha? Nima qilyapsizlar bu yerda? Bu anglashilmovchilik. Men senga hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirib berasiz? Nimani tushuntirib berasiz, ha? Oilangizni, bola chaqangizni tashlab, mana shunaqa ko'chada o'ynash topganingizni tushuntirib berasizmi? Anora, boshqa yer qurib qolganmidi? Nima meni ustimdan kulyapsanmi? Qo'y bar ukajon meni. Sevadi. O'zingni bosishga. Qochib turing. Hey, nima? Er faqat seniki bo'lish kerakmi, ha? Behruz aka meni tanlaganlar, meni. Eshitdingmi? Keyin o'rtoqchiligimizga keladigan bo'lsak, men sen bilan hech qachon o'rtoq bo'lmagan. Likey